Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdon, omonmisiz? Xo'p, alhamdulillah. Yana bir go'zal ijod o'z nihoyasiga yetdi. Xo'p, bu ijodimiz qo'shni Tojikiston Xo'jandda. Xullas, inshaalloh mana shunday go'zal ijod barpo bo'ldi xullas. Xo'p, joyimiz razmeri 8 metrga, xullas 2,5 metr. Shuncha narsa, shuncha go'zallik. O'ta bir go'zal. G'ishtlar ham juda bir ajoyib chiqdi. Yangicha, xullas lak ishlatdik. O'ta go'zal bo'ldi xullas. O'ta dahshat. Xo'p, birinchi bo'lib moyka qo'yib berdik. Mana burchak qilib podvalga tushadigan joy borligi uchun gazli plitamiz. O'sha 4x4 bittasi tokli. Kichkina qozonimiz 30 litrligimiz. Foydalanishga qulay. Mana shu yerda o'zida xullas yoz issiq kunlarida mana shu yerda o'zida ishni bitirib xullas obedni tayyorlab ketilaveradi. Va kompleksimiz ko'rki, mangalimiz. Xo'p, mana shu holatda rossiyskiy arkada o'ta go'zal bo'lib tushdi. 60 hamda 100 litrlik qozonimiz. 18 talik tandirimiz. Tunuka zontiklari bilan e'tibor berib qo'yasiz. Hech qanaqa sim tortmasdan shiferga qatirdik. Xullas o'ta baquvvat, o'ta mustahkam qilib va avvalgi burchagimiz. O'sha mashhur deydi-yu. Shavalli burchagimiz. Xullas, qadrdon o'ta zo'r, o'ta go'zal bo'lib chiqdi. Mana shu holatda. Xullas, sizda ham o'sha 8 metrlik joyingiz bo'lib va ozgina bekarchi pul bo'ladigan bo'lsa, qurdirib qo'ygan yaxshi baribir. Svetlarni o'rnatdik. Endi elektrikimiz montaj qilib qo'ysalar, ulab qo'ysalar bo'ldi. Bitta lampochka bilan svetlari yonadi. Xudo xolasa. Xo'p. Test jarayonini bitta ko'rib olamiz qadrdon. Ana keyin davom etamiz. Xo'p, kichkina qozonimizdan boshlaymiz. Shamolga qarshi o'sha jasrakam tutuni har doimgidek go'zal. Shamol. Keyingisi. O'sha super plizos holatda. Shamol bor, tashqari uchun. Mana yonmaganiga bitta tutib ko'rasiz. Bu tarafga o'tib olasiz, bu tarafga. Sal orqaga tortamiz. Ay, go'zal. Xo'p, uy egalari o'zlari Rossiyada. O'zimiz hamma materialni olib kelib, qo'ldan kelgancha borligini, ularni yo'qligini bildirmagan holda, uy egalarini yo'qligini bildirmagan holda mana shundoq qilib bitkazib berdik qadrdon. O'ta go'zal, o'ta chiroyli. Ham o'tinga ekonom, ham umuman tutamaydigan, xudo xolasa. Ichki sxemalar shu to'lmaydigan sistemada qilingan. Xudo xolasa juda uzoq yil to'lmasdan xizmat qilib beradi. Shu hammasini mo'risi bittada mangal bilan chiqib ketgan. O'sha 4 ta narsaga bir donagina tumba xullas. Xo'p, qadrdon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh panohida bo'ling. Inshaalloh keyingi siznikida ko'rishaylik. Xo'p, vaqtingizga rozi bo'ling.